Sim yağmur yağıvatıdı vatandaşım keçiren. 8. ay obda yağdı yağmur. Endi kelekşimiz mındaq. Bugün çislağa 2020 yıl 9. ayının 1. günü. Haftaga seyşembe. Endilikdek xabar mındaq. Bunu birinci bulup qısqa xabarlardan başlayımız. Jungo raketa qo'yib berdi. Amerika armiyasi Osiyo Tinch okean rayoniga harbiy kuch o'rinlashtirishga boshladi. Tayvan Yevropa munosabatlari cho'ng qurilishga boshladi. Pul qaraydigan yillar 8. ayning 31 kuni YouTube. Shitav xabarlari Cumhuriyetçiler Partiyasining qurultoyi oxirlashdi. Jungo Kompartiyasi butunlay ayrilib ketdi. Prezident Trump Amerika'nın barlıq şirketlerini Jungo'dan çekindirip kelmekçi oldu. 8. ayının 28. günü YouTube. Mongoliyada Mongol halkı Mongol tilini muharipten bekar kılganlığı sebeplik umumi yüzlük Kompartiyaga karşı kozgaldı. Yeni Tanlıklar Televiziyası 9. ayının 1. günü YouTube. Çexiya Kengaş Palatasının başlığı Westershell yetakçiligida Vakillar Ömügining 35 nafar a'zosi Tayvan qonun chiqarish komitetini ziyorat qildi va nutq so'zildi. Yangi Tanlıklar Televiziyasi 9. ayning 1. kuni YouTube. Isroiliya Arab Birlashma Xalqligi havo qatnashni yo'lga qo'ydi. Kushner, yani Prezident Trump'ның kuyovli Kushner tinchlik kelishimi O'rta Sharqni o'zgartirdi deb ko'rsatdi. Bu qaltis yaxshi boshlanish O'rta Sharqda. 8. ayning 31 kuni YouTube. Jungo bilim xazinasi mundaq ko'rsatdi. Amerika harbiy aeroplani Tayvandan uchib chiqdi. Bu qaltis gap juma vatandosh. Yer şarı orbiti baha berip sayın ve dairelerine qattiq agahlandırış berişimiz gerekliydi. Halkılık paytlar 8. ayının 31. günü YouTube. Bronvek maşinalar işki Mongol'a yetip geldi. Bastıramdı. İşki Mongoliyada okuvchilar ders taşladı. Daireler bastırmakçı oldu. Şiven Payan 9. ayının 1. günü YouTube. Jungo Hindistan chegarasi yana to'qnashuv yuz berdi. Jungo Hindistan chegarasida yana to'qnashuv yuz berdi. Hindiston armiyasi avval mush otdi. Jungo diplomatik norozilik bildirdi. Dovitor 9. ayning 1. kuni. To'qnashuvdan xatar o'rlamoqda. Tayvanning tayyorligi bo'lsa, xatarlik bo'lmaydi. Dovitor 9. ayning 1. kuni. Ozodlik armiya. Hindiston armiyasining so'z iboralari farqli o'zgarishga boshladi. Jungo Hindiston Bangang Tiso ko'li bo'yidagi to'qnash. Qaysi nishon qarab mang'idi? Mavzuli xabar 9. ayning 1. kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. 8. ayning 29. kuni, 8. ayning 30. kuni, 8. ayning 31. kuni hurmatli vatandoshim bu kunlarda Markaziy komitet 7 nafar doimiy hay'at Tibet xizmat yig'inini chaqirgan kunlari bu. Diqqat vatandosh. 31. kuni 3 gün Jungo Hindiston davlat armiyasi Bangang Tiso ko'li atrofida to'qnashuv yuz berdi. Jungo bilan Hindiston davlat armiyasi o'rtasida to'qnashuv yuz berdi. Qonliq to'qnashuv yuz berish tastamas qoldi. Boshqa torbetlarda nima deydi? Qonliq to'qnashuv yuz berdi deydi. Hindiston armiyasi bu rayonda ba'zi joylarni allaqachon kontrol qildi. Ya'ni Bangang Tiso ko'li atrofida ba'zi joylarni Hindiston armiyasi kontrol qildi. Ozodlik armiya dediki, zarur tadbirlarni qo'llanayotimiz. Vaziyatning kelgusi qanday taraqqiy qiladi? Kishilar diqqat qilishga boshladi. Moliyaning so'g'oq nazari
Jungo Hindiston chegarasi qurolli to'qinish yuz berdi. Amerika Hindistonda askar turg'izdi. Jungoda ishga to'polon ko'tarildi, ishga Mongoliya demoqchi. Jungo Kompartiyasi zo'ravonlik bilan bostirdi. 9-oyning 1-kuni yutib, magab diqqat qiling vatandoshlarmi? Jungo Hindiston chegarasi to'qinish yuz berdi. Amerika Hindistonda askar turg'izdi. Va leksiyalarimiz sizlarga vatandoshlar bergan.